Hop, qizlar, AMG gormon haqida aytib beraman. Endi ko'pchilik so'ragan gormonlardan bittasi antimüller gormon deyiladi. Antimüller gormonimiz bizda nima funksiyani bajaradi? Antimüller gormoni yechniklardagi follikulalar haqida informatsiya beradi. Follikulalar bazasi haqida ko'pmi, kammi, o'sha haqida bizga informatsiya beradi. Bizda antimüller gormon qachon past chiqadi, qachonki bizda follikulalar soni kamayib ketsa, AMG gormoni past ko'rsatadi. Yetilish darajasi past bo'lsa. Agar qachonki bizda polikistoz yoki tuxumdonlarda kistalar bo'lsa yoki o'sha har xil obrazovaniyalar bo'lsa, AMG gormoni darajasi baland ko'rsatadi. O'sha uchun qizlar kim tug'moqchi bo'lsa yoki planlashtirayotgan bo'lsa, to'g'ri rejalashtirayotgan bo'lsa, agar follikulalar o'z vaqtida yetilib yorilmayotgan bo'lsa yoki follikulalar bazasi haqida informatsiyaga ega bo'lishni xohlasa, albatta AMG gormon topshirsa zo'r bo'ladi.